Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazida tarbiyalanayotgan nogironligi bo'lgan bolalar uchun navbatdagi xayriyat tadbiri o'tkazildi. Tadbirda 33 nafar salomatligida muammosi bo'lgan bolajonlarga zarur bo'lgan buyumlar topshirildi. Batafsil navbatdagi lavhamizda o'rin olgan. Ijtimoiy moslashuv markazida bepul davolanayotgan bolalar uchun muntazam o'tkaziladigan xayriya tadbiri bu gal ham salomatligida muammosi bor bolajonlar va ularning oilalari uchun e'tibor va ko'mak ramziga aylandi. 33 ta alohida ehtiyojli bo'lgan bolalar va ularning oilalariga ehson tuhfalari tarqatilyapti. Bu ayniqsa bolalarimizni rivojlanish uchun zarur bo'lgan turli xil vositalar. Buni ichiga reabilitatsiya vositalari, bolalarni aqliy rivojlanishiga yordam beradigan rivojlantiruvchi o'yinlar, gigiyena vositalari, kiyim-kechak, choyshablar, juda katta paket tarqatilyapti. Taqdim etilgan tuhfalar ichida guruch, yog', kartoshka kabi kundalik iste'mol uchun zarur bo'lgan 15 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari ham joy olgan. Bizga eng keraklisi kalaska edi, kalaska berishdi. Juda ham xursandman, kalaska bergandan ko'tarib yurardim. Endi mana kalaskaga o'tirg'izib, o'zim ko'chalarga aylantirgan olib chiqsam bo'ladi. Kattakon rahmat tashkilotchilarga. Berilgan yordamdan nafaqat ota-onalar, balki jajji bolajonlar ham xursand bo'lganligini ularning ko'zlaridan bilish qiyin emas. Qo'lingizdagi sovg'alar nima ekan? Yoqdimi o'zi? Yoqdi, pampers bu. Bu kabi xayriya tadbirlari nafaqat poytaxtimizdagi bolalar ijtimoiy moslashuv markazida, balki markazning Qarshi shahridagi filialida ham tashkil qilindi. Jasmina Murtazoyeva, Oxun Normurodov, Abdurahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun.